Kitob tumanining kelib chiqish tarixi qanday? Qashqadaryo bag'rida shunday bir shahar bor. Go'yo tog'lar yelkasiga suyanib, ikki daryo orasida sokin yashayotgan maskan. Bu kitob. Tadqiqotchilar fikricha kitob nomi forscha kift, yelka va ob, suv so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, ikki daryo orasidagi joy ma'nosini anglatadi. Shahar qadimda Buyuk Ipak yo'li yoqasida, Samarqand va Shahrisabzga yaqin hududda joylashgani sababli muhim savdo markaziga aylangan. Arxeologik ma'lumotlarga ko'ra, qadimgi kitobning maydoni qariyb 40 gektarni tashkil etgan. Shahar devorlarining qalinligi esa 7,5 metrga yetgan. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, kitobda 50 dan ortiq guzar, minglab aholi yashagan. Shaharda 3 ta madrasa, 9 ta masjid, 12 ta karvonsaroy va yirik bozorlar faoliyat yuritgan. Bu davrda kulolchilik, zargarlik, kashtachilik kabi 30 dan ortiq hunar turlari rivojlangan. Bugungi kunda kitob nafaqat tarixiy, balki ilmiy ahamiyatga ham ega. Bu yerda jahondagi kam sonli obyektlardan biri Mirzo Ulug'bek nomidagi xalqaro kenglik stansiyasi faoliyat yuritadi. Kitob bu o'tmish va bugunning tutashgan nuqtasi. Asrlar davomida shakllangan tarix bugun ham bu zaminda yashab, yangi avlodlarga ilhom bermoqda.